Biz yana Energy jomiga keldik. O'rtoqlar 10-qavatda joylashgan 47 kvadrat bo'lgan kvartirani hozir sizlarga obzor qilib ko'rsatamiz. Oxirigacha ko'ringlar, narxini ham aytib o'taman. Demak, kirishda turibmiz, eshikdan kirganingizda sizlarni mana shunaqangi kattagina yotoqxonasi kutib oladi. Yotoqxonada ishlatilgan ranglar menga juda ham yoqyapti. Odamni tinchlantiradigan ranglardan bo'pti. O'rtoqlar, mana bu yoqda bo'lsa, o'zini sanuzellari. Sanuzilga ham ko'rib baho berib qo'yasizlar. Bu xonadonimizda studiyniy formatda qilingan, ixchamgina o'zini oshxonasi, lekin hamma mebel texnikalar bor. O'tirib ovqatlanishga ham sharoitlari qilib ketilgan. Bu yoq bo'lsa, takoy dam oladigan zonasi, o'tirasizlar, televizor tomosha qilasizlar, xohlasanglar balkondan chiqib manzarani ham tomosha qilib olsanglar bo'ladi. Bizani YouTube'da ko'rib turgan aziz tomoshabinlar, videoni shu joyda yakunlaymiz. Kvartiramizni ko'rdinglar, o'zinglar bitta baho berib qo'yasizlar. Yana bir marta eslatib o'taman, biz hozir Energy jomi turar joy majmuasiga kelganmiz. 10-qavatda joylashgan 47 kvadrat bo'lgan kvartirani sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqdik. Mana shu ko'rayotgan kvartiralarga $88,000 so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, kelishiladigan joyi bo'ladi. Men telefon raqamini qoldiraman, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan uy ko'rdik bo'ldi. Bizdan uzoqlashmanglar.